Hop, birinchisi. Eshitib turinglar. Qaranglar. Bitta ildizga ega. Bu nima degani? Misol uchun A teng bo'lsa 0 ga, B teng emas 0 ga. Buni cheksizda ko'raylik. Cheksiz. Bu nima degani? Qarang. Misol uchun bitta tenglama berildi. 2x minus 1 teng bo'lsa 2x minus 1 ga, to'g'rimi? Tenglama ishlash uchun x larni mana qo'shib qo'yib turaylik. Sal tenglama ochib turaylik. Hop, birinchi nima qilamiz? Qo'shlarni ochib olamiz, to'g'rimi? 2x minus 2 teng. 2 ga x ko'paytirsak 1 bo'lar ekan. 2 kala 1 necha bo'ladi? 2. X larni chapga, sonlarni 10 ga o'tadi, to'g'rimi? 2x bu chap tarafga nima bo'lib o'tadi? Minus 2x barobar minus 2. Minus 2 tenglamada o'ng tarafga plus 2. Qisqaradimi? Nima qoldi? 0x teng 0 ga. To'g'rimi? X ni o'rniga xohlagan son qo'ydi. 1 qo'ysam 0 ko'paygan 1 0 chiqadimi? 2 qo'ysam 0 ko'paygan 2 baribir 0. 100 qo'ysam ham baribir 0 chiqadimi? Minusdan son tanlab ko'ringlar. Minus 100 tanlasam 0 ko'paygan minus 100 baribir nima chiqadi javob? Qanaqa son qo'ysam ham to'g'ri kelyaptimi? Demak, tenglama nima bo'lar ekan? Cheksiz ko'paychimga ega. Qachon cheksiz ko'paychimga ega bo'ladi? Qachonki a-imiz ham 0 ga teng bo'lsa, b-imiz ham nimaga? 0 ga teng bo'lsa. Tushunarli? Savollar bormi? Ana 2x olib o'tdik bu yoqqa. O'shanda faqat x o'zini ololmaymizmi? Ikkisi bilan olib o'tamiz. Ikkisi bilan. Chunki birga bo'ladi-ku. Ko'paytirish o'rtasi. Xo'p, demak bu nima bo'ldi? Yoki x qarashli r yoki cheksiz ko'p. Nuqtadan bo'ptimi? Cheksiz ko'p. Savollar bormi? Keyingisi. Xo'p, bizga Nol bilan a barobar 0, b barobar 0 qatdan keldi. Ana. A o'rnini turibdi. 0. B o'rnidachi? 0 mi? Shu shart, mana shart bilan bir xil bo'lib qoldigani? To'g'rimi? Ikkalasi bir xilmi? Demak, ikkalasi 0 bo'lib qolsa, javobimiz doim nima chiqar ekan? Cheksiz ko'p. Bu degani a ham 0 bo'lsa, b-imiz ham 0 bo'lsa, javobimiz nima bo'ladi? Cheksiz ko'p yechimga. O'zimizga qo'ydikmi yo O'sha shart qatdan kelib chiqayotganini sizlarga misolda ko'rsatdim. Tushundinglar? Mana tushundingmi? yo'q. O'zi bu ax barobar bir nima so'rayotgan uchun. Yo'q, bu hozir endi ko'rsataman bularni. Просто bu narsa cheksiz ko'p yechimga ega bo'lish sharti. Nimagaligini men misolda ko'rsatdim. Tushunarli? Demak, a 0 ga teng bo'lsa, b ham 0 ga teng bo'lsa, nima bo'lar ekan? Cheksiz ko'p yechimga ega. Tushundinglar? Keyingisi. Bitta ildizga ega. Qachon bitta ildizga ega bo'ladi? Qachonki a-imiz teng bo'lmasa 0 ga, b-imiz teng bo'lsa, qanaqadir 0 ga. Bu nima degani? Bitta misol keltiraman. Xo'p, a 0 ga teng bo'lmasin deyapti. Aytaylik, mana bu misol. Minus 7. 4x plus 3 teng bo'lsin qanaqadir 5 ga, to'g'rimi? Birinchi tenglamani ishlab olamizmi? Yozaman. 4x teng bo'ladi 5 minus necha? To'g'rimi? 4x teng bo'ladi 2 ga. X topish uchun 2 ni 4 ga bo'lamiz. x nega chiqadi? Plus 0.5. To'g'rimi? Yoki shuni qisqartirsalar bir taqsim 0.5. Javob bitta chiqyaptimi? Men hozir aytdimmi? Bitta ildizga egalik sharti dedimmi? Xo'p, a ni o'rnida nima turibdi? To'xtaylik. Nima bo'lsa? B teng 0. Ha, b ni farqi yo'q ekan. B ni olmas ekanmiz. B har qanday so'raman. B har qanday son. B ni ahamiyati yo'q demoqchiman, misolda. Tushundinglar? B ni ishlatmaymiz, shart emas. Ya'ni a teng emas 0 ga, b farq yo'q. Ben misol ishladiga javob x teng nima chiqdi? 0.5. Bittagina javob chiqdimi? Endi qaranglar. A ni o'rnida nima turibdi mana bu yerda? 1, b ni o'rnida 0.5. Qachon bitta yechimga ega bo'ladi desa, qachonki a teng bo'lmasa nimaga? 0 ga. Hozir men 0 qo'ysam bo'ladimi? Yo'q. Bo'lmaydi, chunki 1 ko'paygan 0 nima bo'lib qoladi? 0 bo'lib qoladi. 0 tengmi 0.5 ga? Yo'q. Tushundinglar? Ha, demak xulosa a-imiz 0 ga teng bo'lmagan payt tenglama Yechimga emas. bitta ildizga ega. Demak, ajin qo'yilgan. Savollar bormi? Shunday yechim
Başdan ko'ruvchi ko'p qo'ydi. Xo'p, tenglama qaranglar. Cheksiz ko'p, bitta yildizga ega, yana bitta shart qoldi. Nima edi? Yechimga emas. Yechimga ega emas. Qachon yechimga ega bo'ladi? Qachonki Misol A teng bo'lib qolsa 0 ga, B teng bo'lmasa 0. Bu nima degani? Bitta misol keltiraman. Aytaylik 7x, to'g'rimi? Barobar 7 qo'l ichida x plus qanaqadir 3. Hop, tenglama ishlash shunday qilamiz, qo'llarni ko'paytirsam 7x plus 7 kare 3 20. 7x chap tarafga nima bo'lib o'tadi? 7x dan 7x ayırsam 0x qoladi. 0 ni yozib turib ko'rinish uchun teng 20. X topish uchun 21 nimaga bo'ladi? 0 ga. Sonni 0 ga bo'lsa bo'ladimi? Mumkin emasmi? Nima bo'lib qoladi? Yechimga ega emas. Ha, deyman, mana bu joyga qaraydigan bo'lsanglar, agar a emas 0 ga teng bo'lib qolsa, b emas 0 ga teng bo'lmasa, ya'ni b 0 ga teng bo'lmasa degani xohlagan son faqat 0 dan tashqari. Kasr bo'lishi mumkin bir taqsim 2, -3 bo'lishi mumkin, ildiz bo'lishi mumkin, faqat 0 bo'lib qolmasin bo'ldi. O'sha payt nima bo'lar ekan? Yechimga ega emas. Yechim Shunda yechimga emas da B rol o'ynaydi, to'g'rimi? ha, Chunki men ikkalasida B da yo'q. o'sha. Savolim. Endi misolga o'tamiz. Turasizlar. Plus mana narsalarcha qarang, esdan chiqib ketaveradi. Mana A tengmi, B tengmi, mana shartlar bor-ku, esdan chiqib ketadi. O'shaning uchun eslardan chiqdimi bitta tenglamani o'zingizga xayolga keltirasizlar. Shunda tenglamani qanaqa tenglama tuzib ko'rasizlar. Shunaqa tuzishingiz kerak. Ikkala tomoni 0 bo'lib qolsa nima bo'ladi? To'g'rimi? 0 bo'lib qolsa nima bo'ladi? Yoki bir tomoni 0, bir tomoni 0, bir tomoni son bo'lib qolsa nima bo'ladi? Ikkala tomoni son bo'lib qolsa nima bo'ladi? To'g'rimi? Tushundingmi? Savol bormi? O'zi savol qilganingizda. Savol uncha qiyin emas. Birinchisi. Temning qanday qiymatlarida tenglama yechimga ega bo'lmaydi? Qarang, bu yerda shart aytayotgan hozir. Birinchi qiladigan ishimiz biz buni oddiy tenglamaga o'xshab ishlab olamiz. Tenglama ishlayotgan o'zi nimani topiladi? X yoki Y, Z shunaqa narsalar, to'g'rimi? Demak, mana bu m lar bor-ku. Ular bizga mana bu A bilan B ni vazifasida kelib qoladi shundan. Bir m lar bor-ku. A bilan B vazifasida kelib qoladi. Hop, oddiy tenglama yechganda yechamiz. Hop. Mana bu Y ga, ya'ni harflar chap tarafga, sonlar o'ng tarafga olib o'tiradi. Buni chap tarafda qoldirsam bo'ladimi? Nima qoladi? M Y barobar 1 o'ng tarafga nima bo'lib o'tadi? Minusmi? Ana endi qarang, A ni o'rnida M turibdi, B ni o'rnida nima turibdi? Bu A ga teng bo'lib qoldi, bu-chi? B ga? A imiz o'rnida M, B imiz o'rnida turibdi? B. Endi shart aytyapti. Yechimga ega bo'lmaydi. Yechimga ega bo'lmasligi sharti qaysi biri edi? Oxirgisimi? Qachon yechimga ega bo'lmasa ekan? A teng bo'lsa 0 ga, B teng bo'lmasa 0 ga. A ni o'rniga A ni narsasini qo'shiraman, ya'ni M turibdimi? Shu M nimaga teng bo'lsin ekan? 0 ga. Mana bu narsachi? 0 ga teng bo'lmasin. M teng emas nechiga? 1 ga. To'g'rimi? Tenglama ishlagan paytimiz. teng bo'lmasin dedi. Hop, tenglama ishlagan paytimizda esladimi? Mahraj doim nimaga teng bo'lmasin dedik? O'sha javobni olarmidik? Yo'q. Misol uchun x taqsim x plus 1 to'g'rimi? X minus x plus 2 bo'lsin. Teng 0 bo'lsin. Surat doim nimaga teng? 0 ga. Mahrajchi teng bo'lmasin. 0 ga. Buni ishlaydigan bo'lsa x teng nima chiqadi? Minus. Bundan x teng emas. To'g'rimi? Biz har bilan teng bo'lib turgan javob olarmidik. Chunki minus 1 ni olib kelib qo'ysam, minus 1 ga 1 ni qo'ysam 0. Minus 1 ga 2 ni qo'ysam 1 mi? 1 da 0 ga bo'lsa bo'ladimi? Yo'q, mana shu emas. Ya'ni yechimga ega emas, to'g'rimi? Demak, har doim qaysi birini olar ekanmiz? Teng bo'lib turgan. Bu ham javob nima bo'ladi? Teng. Y qayerga ketib qoldi? Yo'q, mana x ishlatdikmi? Mana x olamizmi? Bunda olmaymiz, hech qaysi x ishlatiladi. Bizga faqatgina oldidagi va
o'ng tarafda turgan. Shunda y x bo'lib keldi-da, to'g'rimi? Xuddi shunaqa. Y ga ya'ni x o'rniga y ga o'tdi. Misolni so'raylik. Javobi m teng. Nol, bu m teng nol. Teng emasmi? Sen tushunizmi? Bilmiyorum. Güzel. Bana falan. Bunu tushuntirib vasfa bering. Teng emasmi? Hozirgi teng bo'lyapti-ku. M o'rniga 0 qo'ydik. Y qanaqa son bo'lsa ham 0 chiqadi. Ha, yechimga ega bo'lmay qolish kerak, to'g'rimi? Shartda aytgan yechimga ega bo'lmasin. Yechimga ega emas, shunda teng emas-da, to'g'rimi Ha, bular? xuddi shunaqa teng emas. 0 qo'ysanglar, bu 0 bo'lib ketadimi? 1 qoladi. Bu yerga 0 qo'ysam 0 qoladimi? 1 tengmi 0 ga? Yo'q, teng emas. Haqiqatan teng 0 bo'lganda tengmi yechimga ega. Savollar bormi? Ikkinchisi, A'ning qanday qiymatlarida tengmi cheksiz ko'p yechimga ega bo'ladi? Xo'p, sharti ikkinchi darajali. Eshitamiz hozir. Sharti ikkinchi darajali. Nima qilamiz? X larni chapga, sonlarni o'ngga. Xo'p, AX yozman. Minus 0 bo'lib o'tadi. X to'g'rimi? Bu A ni X yo'qmi? O'ng tarafga olib o'taman. Plus A bo'lib o'tadi. Minus nechi? 1. Ikkalasini nima olib chiqsak bo'ladi? To'g'rimi? Mana bu X oldida turgan katta A bunisi-chi? Va bu ish holatdan ishlaysiz. Bo'lib olmaydi tanish. Bu xato o'zi. Cheksiz ko'rdi. Cheksiz desa, ikkalasi nima bo'lsa? Agar tushunmasangiz, bu xatni bittaga ko'paytirib chiqamiz. Buni ishlaydigan bo'lsak, A tenglik chiqadi. Bir, buni ham chunki minus 1 o'ng tarafga plus bo'lib o'tadi. Ikkala javob bir xil chiqib qolsa nima qilardik? Bittasini oladi. Kim tushunmadi, so'raydi. Masalan, ikkita A turibdi-ku. Masalan, A teng 1, yonida ham 1 teng 1 bo'lsa, bo'ladimi shunaqasi? Har xil chiqadi. Bo'ladimi? Teng. Ana tepada x turibdi-yu, uni ham noldan qilyapti-ku. X. Uchinchi xato o'tdik. X 0 qo'yiladi. X tengmi? Qo'yiladi-ku. Shunaqa misol shunaqa Ha, joyga. u qachon nolga qiladi? Mana bunaqa misol kelib qolsa, x ko'paygan x plus 1 teng 0 bo'lsa, x teng 0 ga x plus 1 teng 0 ga bo'lsa. Tushunishlar, bilasizmi? Tushundingmi? Biz doim teng bo'lib turgan nima qilar ekanmiz? Javobga qolar ekanmiz. Agar ikkalasi bir xil chiqib qolsa, bittasini olasiz. Keyingisida 5 ta aytyapti. Aning tengmi yechimga ega bo'lmaydi. Yechim bo'lmaydi degani yechimga ega bo'lmaydi demoqchi. Yana 3-shartmi? To'g'rimi? To'g'ri. Sharti ikkinchi darajali. Birinchi tenglamani yechib olamiz. X la chapga, sonni o'ng tarafga yozamiz. AX 2x chap tarafga nima bo'lib o'tadi? A plus 3. To'g'rimi? Nimani olib ketsak bo'ladi? To'g'rimi? Xo'p, shartga kelamiz. Mana kattasi, ya'ni katta A, to'g'ri bunisi-chi? Yechimga ega sharti bor. A minus 0 ga teng, B minus teng emas. A minus 2 teng 0 plus 3. Mana buni Agar tushunmasangiz ko'paytiramiz. sразу 2 bo'ladimi? Bunisi-chi? Sen tushundingmi? So'rasam qayta tushunmaysiz. Necha o'tdi? Shuni javob ber. Savoli bormi? Mana javobni bo'larkan, qarang. Qaytarib berdi mana bu narsani. To'g'rimikan qiyin. Demak, voy savolni o'rnini ko'paytirib qo'ysa Tenglamani ishlayotganda x larni chap tarafga olib o'tamiz. Sonlarni o'ng tarafga. Ya'ni nega men bu x larni bu yoqda olib o'tgan, qolib ketyapman A bilan? X bilan nima turgan bo'lsa, hammasini chap tarafga qo'yamiz. Tushundingizmi? Alohida son turadimi, alohida boshqa harf turadimi? Ularni qaysi tarafga ekan? O'ng tarafga olib o'tamiz. Xo'p, yozaman. Mana x chap tarafga turibdi. Ha, sal sekin.
AX chap tarafda turibdi. Mana bu 2x bormi? Chap tarafda tenglamaga nima bo'lib o'tadi? Tenglamada chap tarafga, ya'ni barobar ikkinchi tomon bo'lsa minus bo'lib o'tadi. Tushundingizmi? Barobar a ni yozib oldim. Minus 3 o'ng tarafga nima bo'lib o'tadi? Plus. Savolingiz bormi? Endi Aroqda x xatga u bo'lib ketyapti. qaysi x? Qavsdan tashqarida. Mana bu? Ha, qarang. X chiqadi. A minus 2 qoladimi? Bu o'ng tarafda qoldimi? Xo'p, mana endi eng asosiy joy. Bizga aytyapti, tenglama yechimga ega bo'lmasin deyapti. Qidiraman, yechimga ega shart ham uchmidi. Xo'p. X'imizni oldida nima turibdi? A B ni o'rnida mana bu narsa turibdi, to'g'rimi? Yozaman. X oldida turgan narsa nima edi? Mana o'sha. Mana bu ikkinchi o'ng tarafda turgan B yechimga ega emas shartida A nimaga teng bo'lsin? Demak, mana bu A minus 2 teng bo'lsin nimaga? Mana bu B'imiz nimaga teng bo'lmasin? A plus 3 teng emas nimaga? 0. Minus 3 o'ng tarafga nima bo'lib o'tadi? Plus. 0 ga 2 ni qo'shsak, javob nima chiqadi? 2. Plus 3 o'ng tarafga minus bo'lib o'tadi. 0 dan 3 chiqarsa javob minus. Qaysi javob olamiz? Doim qaysi biriniki? Teng bo'lib turgani. Savolingiz bormi? Hop, kimsiga ko'ring bo'ldimi? Yo'q, charchasin. Endi qanday qiymatlarida tenglama cheksiz ko'p yechimga ega bo'ladi? Hop, nima qilamiz? X dan chapga, qolganichi? Hop. X bilan nima birga turgan bo'lsa, hammasini chap tarafga yig'ib olasizlar. Tushunarli? Ham chap tarafda turibdimi o'zi? Tenglama. Chap taraf degani mana bu barobar bo'lsa, bu bizlar uchun chap, bu tomonchi 10. X o'ng tarafda turib, chap tarafga nima bo'lib o'tadi? Minus. Barobar 1 minus m o'ng tarafga to'g'rimi? Nimani olib chiqib ketsak bo'ladi? X olib chiqsam, m ning kvadrati minus buni o'rnida nima qoladi? To'g'rimi? Xo'p, mana bu turgani yana bizga nimani beradi? A ni bunisichi to'g'rimi? Shart etgan. Cheksiz ko'p degani, cheksiz degani topaman. Birinchisi A'imiz ham nolga teng bo'lsin ekan, B'imiz ham demak m kvadrat minus 1 teng bo'lsin 0 ga, 1 plus m'imiz ham teng bo'lsin nimaga? 0 ga. Minus 1 o'ng tarafga nima bo'lib o'tadi? 1 mi? Nimaning kvadrati 1? 1 ning yana nimaning kvadrati 1? Minus 1 ning. To'g'rimi? Savolim sen tushundingizmi? Bu yoqda 1 o'ng tarafga nima bo'lib o'tadi? To'g'rimi? 0 dan bilasizmi? Qaysi birini olamiz? Bir bilan minus 1. Cheksiz ko'p bo'lishi kerak. Cheksiz ko'p degani ikkalasi ham nima edi? Bir xilmi? Demak, ikkalasi bir xil bo'lishi uchun ikkalasida borini olasizlar. Tushunarli? Ikkalasida bir xilmi? Demak, umumiy javob ikkalasi uchun nima bo'ladi? M teng minus 1. Bir olmaysizlar. Xo'p, qolibdiki nima savoli bor? So'raylar hozir. Savol tushunyapsizmi? Qiynalmasmi? Bittangizga mana buni olamiz. Chiqmayapti-da shart. Hali ishlatganimiz yo'q. Ishlatdingmi? Yo'q, hali ishlatmadim. 2 ga yetmaydi. Qaysi? 2dagi cheksiz ko'p bo'lishi kerak. Ikkala tomon 0 ga teng, cheksiz ko'p bo'ladi. Xo'p, 9da tenglama aniq qanday qiymatlarda yagona yechimga ega? Yagona yechim degani bitta yechim emas. Tushunarli? Ikkinchi bo'ladi yagona yechim. Bitta yechim. Bitta yo'q, yechim yo'q. Mana bittasi so'ragan. Birinchi qovusdan ochamiz. Boshlaymiz. Ko'paytirsam 10 kara 1 2a minus 5x minus 3 9. X bilan turganlarni shakliga olaman. Qolgani o'ng tarafga o'tib ketaman. 10ax
minus 5x x bormi? Chap taraf nima bo'lib o'tadi? To'g'rimi? O'ng tarafda nima qoldi? 2 minus 9 plus 10 chap tarafda turibdi. O'ng tarafga Nimaga tengki 3 bo'lib turibdi? ikkalasi nima chiqsa bo'ladi? 10a plus nechi bo'ladi? 5 mi? Barobar 2a minus 9 plus 10 ishorasi har xil bo'lsa kattasidan kichik narsani ayirardik. Bir qoladi plus. Xo'p, ana endi shartga kelamiz. Mana rasmni buchi bizga faqat a kerakmi? A nimaga kelmayapsin? Yo'qmi? Bir ishlatamizmi? Yo'q, ishlatmaymiz. Ya'ni 10a plus 5 teng bo'lsin. Nolga 5 o'ng tarafga nima bo'lib o'tadi? 5 taqsim nechi? 10 mi? 5 ga qisqartirsak 1 taqsim Ne 7 yozildi. 7. Mana barobar o'chib qo'yasiz. Hayır, teng emas, teng emas. Shunda ana Teng emas degan mana qani. 10 dan 5 ayirib qo'ysak Barobar. Nima? O'rtasida mana bakın qudrati ishlaydi. Nima? Savol bormi? Shunda A minus 1 taqsim 2ga Teng bo'lmaganda, teng bo'lmasa, teng emas, bitta ildizi bo'ladi. Nima? hozir gapni tushunaman. Ha. A teng emas minus 1 taqsim 2 da teng emas, bitta ildizi bo'ladi. Nima? Aniq tushundingizmi? A minus 1 taqsim 2 bo'lishi kerak emas. Ha, teng bo'lmas. Chunki teng bo'lsa ham bo'lmaydi. Ha, tenga minus 1 taqsim 2 yedimiz. Ha, teng bo'lsa shunga bitta ildizi yedirdim, teng bo'lganda. Teng bo'lmagani uchun teng emas. Tushunarli? Shunda bir taqsim 2 bo'lyapti. Bu ham tushunarli. Minus 1 taqsim 2 bo'lib qoladi. Lekin biz hozir bu yerda bir